Shunday imperiyalar borki, ular o'z askarlari uchun ham alohida haykallar yasashgan. Bunday harakatlar albatta ulkan mahorat bilan amalga oshirilgan. Bugungi videomiz terrakota jangchilarning haykallari haqida bo'ladi. Xo'sh, bu haykallar SMOBga qanday aloqasi bor? Terrakota haykallari tasodifan topilgan. 1974-yilda Xitoyda fermerlar quduq qaziyotganda bu haykallarni tasodifan topib olishgan va darhol mahalliy tarmoqlarga murojaat qilishgan. Terrakota haykallari juda katta armiya bo'lib, ular taxminan 8000 askardan ortiq haykallardan iborat. Eng hayratlanarlisi, birorta ham haykallar bir xil emas. Har bir haykalning yuzi, soch turmagi va ifodasi boshqacha yasalgan. Bu haykallar imperator qabri uchun yasalgan. Ya'ni bu armiya Xitoyning birinchi imperatori Qin Shi Huang qabri uchun himoya sifatida yasalgan. Bu degani imperatorning qabri xavfsiz saqlanadi degani. Qabrni xavfsiz saqlash uchun faqatgina haykaldan emas, SMOBdan ham foydalanilgan. Bu maydonda ochib bo'lmaydigan xona va devorlarning ichida kuchli ta'sirga ega SMOB moddasi bor degan fikrlar bor. Qazishma ishlarida bitta arxeolog Qin Shi Huang qabri atrofida noma'lum buyumni topadi va uning qo'lida buyum bo'laklarga bo'linadi. Bo'lingan buyumning orasida SMOB dog'lari bo'ladi. Keling, bu haykallarning tarixiga ham nazar tashlasak. Haykallar 2000 yildan eskiroq, miloddan avvalgi 3-asrda yasalgan. Dastlab har bir haykallar rangli bo'lgan. Ularni ko'rganda ulkan odamlarni ko'rgandek taassurot bo'lgan. Lekin vaqt o'tishi bilan ranglar o'chib, faqat qoramtir rangsiz haykallar qolgan. Terrakota haykallari haqiqiy qurollar bilan ham jihozlangan. Ko'plab haykallar yonida haqiqiy bronza qurollar, xanjar, qilich va kamonlar topilgan. Otryadda faqat askarlar emas, otlar va jangchi aravalar haykallari ham bor. Haykallar juda katta maydonda joylashgan. Bu majmua bir necha kilometr hududni egallaydi. Haykallarning hammasi ham hali to'liq ochilmagan. Arxeologlar hali ham qazish ishlarini davom ettiryapti. Ya'ni hamma askar, otlar va jangchi aravalarning haykallari topib bo'linmagan. Bugungi videomiz sizga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz. Yangi ochilgan X-Fact Media kanalimizga obuna bo'ling. Video haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim. Haykallarning SMOBga qanday aloqasi bor degan chala qolgan savolga keyingi videolarimizda to'liq javob olasiz. Ko'rishguncha